Sizlarga aytadigan bo'lsam, men bitta narsani tushunib yetdim. Avvallari erim menga gul sovg'a qilmaydi, sovg'a olmaydi, e'tibor bermaydi, birgalikda vaqt o'tkazmaydi deb juda ham nolirdim. Hozir esa bitta narsani tushunib yetdim. Erkak kishini xatti-harakatini, surprizlarni kutish kerak emas ekan. Erkak kishiga shart aytish va so'rash kerak ekan. Sizda ham shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, oddiygina so'rang. Sizga gul kerakmi, pul kerakmi, ko'ylak kerakmi, hamma narsa nima bo'lishidan qat'iy nazar so'rang. Chunki erkak kishini xotinimga bugun nima sovg'a qilay, bugun nima qilsam bo'ladi, xotinimni xursand qilaman deydigan tushunchalardan tashqari dunyo tushunchalari bo'ladi. To'g'risi, agar erkak kishi xotinini o'ylab o'tirganida ishxonada oilasini kim boqardi? Hattoki gul olishni ham eringizga oldin ayting. Chiroyli gul ekan, menga anchadan beri gul sovg'a qilganingiz yo'q dadasi. Kuni kecha erimga gul sovg'a qilish uchun bayramlarni kutish shart emas ekan deb yubordim. Va bilasizmi? Bugun ertalab eshigim taqilladi. Shirin ro'zalarni kuryer ketirdi. Juda ham xursand bo'ldim. Agar siz ham eringizni surpriz qilishni kutib o'tirgan bo'lsangiz, sizga aytaman, hali ko'p kutasiz. Kutib o'tirgandan ko'ra birinchi bo'lib o'zingiz harakat qiling.